bilasizlar, biza mana shu yigitni oldiga keldik, juda qiynalib qolgan ekan, onasi bilan kelgan ekan, o'zimizni Kattaqo'rg'on viloyatdan ekan, davolangan. Videoga nima qilyapti? Videoga nima qilyapti? Ya, videoga olmayapti. Rasm tushiryapti. Ozgina nima kasalligi bor dedingiz? Ha? Epilepsiya. Shu doktorga ko'rsatish kerak ekan, hech sharoit yo'q ekan doktorga ko'rsatishga, hech kimni farzandi bilan tug'ilmasin ekan. Shularga endi boricha, imkon boricha nima qilib ketamiz, yordam qilib ketamiz. Onalarning nomerlari bor ekan, mabodo direktdan yozsanglar, yordam qilaman deganlar bo'lsa, nomerlarni beraman. Ko'ngildan chiqarib bersanglar bo'ladi. Biz ham shu ko'ngildan chiqarib berib ketamiz. Qancha bo'lsa, ilohim sog'ayib ketsam o'yinchog'imiz qani? Tog' o'yinchog'imizni olib bering. Duo qilib bo'laman katta. Duo qilsa. Ana qadar kelar ekan. Yo'q, kerakmi? Juda ko'pani barar ekan. Ha. Yaxshilab duo qil, yaxshi. Kundan ham kelaydi. O'zing aytibsiz. Nima deydi? Duo qil, har doim duo qilarding-ku. Sog'ayib ketaylik. Sog'ayib ketsin. Sog'ayib ketaylik. O'zim sog'ayib ketaylik. O'zim sog'ayib ketay. Ammo Bari 5 ta olaylik. 5 ta. 5 ta. Isming kim? Молодец. Shundan to'qin. Ana. Qachon debding? Bo'ldi bolajon, soching olib kelaman. Qachon? Hozir ana ketamiz, hozir Shularni olib ketsin. olib ketadi, uni aytamiz, olib ketamiz. Qachon? Hozir bolajonim. Aka, men buni bo'lmasam olib qo'ying. Nimasiga? Qachon ishlatasiz? Mayli akajon, rahmat. Alloh rozi bo'lsin qilgan ishlaringizdan. Bizlarga birini beribsizlar, Allohim sizlarga mingini bersin. Duo qilib qo'y bolam. Mingini bersin. Rahmat. Rahmat. Siznikingiz bilan Qaynopamni o'g'li bo'ladi. Men endi dadasi yo'q, dada ham deydi menga. Jiyaningiz. Ha, shunaqa. Bular ham yordam qilayotgan qo'ldan kelgancha, endi bizga ham bular chiqib aytib qoldi, shunaqa deb sharoitni tushunib kelib, Meni ham kelgancha yordam qilib. ota-onam bor, bola chaqam bor. Qo'limdan kelgancha qilaman, qo'limdan kelolmay qolganini qiynalib qoldim hozir o'zim. Hech kimni sinamasin bunaqa. Qiynalmayman. Qiynalmayman. Olib kelsana. Bo'ldi, hozir sochingni oldirib kelamiz. Qachon? Hozir boramiz. Akangga videosini ham tashlaymiz, sochini oldirgan videosini, xo'pmi? Akangga rahmat de.